Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari va kanalimiz a'zolari. Mana bizda parkoblarimiz yig'ilish jarayonida davom etyapti akalar. Parkoblarimiz mana sochlarimiz chiroyli qilib akalarimiz mana zavod yig'ilishadi. Parkoblarimizdan hamma markalarga mavjud akalar. Nexia, Lacetti, Gentra, Cobalt, Captiva, Orlando, Spark, Matiz, Damas hammasiga bo'ladi akalar. Aloqaga chiqasizlar. Sonovkasini ham şeyda o'zimiz qilib beramiz. Chiroyli qilib mashinangiz syomniy holatda bukerlarga peyverga kirgizmasdan sonovkasini qilib beramiz akalar. Hop, buni shariklariga keladigan bo'lsak, rossiyskiy zavodskiy shariklar bo'ladi. Hop, yana zapchastlarimiz akalar, mana oporniy kolesolarimiz rossiyskiy, og'ir yuklarga bardoshli, chiroyli qilib ham sifatli qilingan. Mana atsinkovka bu kraska bo'lmaydi, zanglamaydi. Xohlasa yangi. Buni ham o'zimiz ustonovkasini qilib beramiz. Biz topkasalang, xohlasalang dastavka qilib chiqarib yuboramiz akalar. Bizda pritseplar, zavodskiy, resorlar, zapchastlardan muammo yo'q. Mana pritseplardan bu razmerda yig'ib beraveramiz. 1.40 ga 2.40, 2.5 ga 1.5. Qo'shmos, yakkamos, sportli, tentli holatlarda yig'ib berilaveradi. Bu tayyor bo'ladigan pritsepimiz razmeri 1.5 ga 2.5 razmerda. Zavodskiy resor qo'ymadik bunga. Baquvvat qilib usulni resor qo'yib beramiz akalar mana. 5 sloyli qilib zavodskiy pritsepni resordan qo'yib beramiz. Bizda yana zapchastlardan akalar. Hop. Shtikerlarimiz mana. Xohlasalang plastmasligi, xohlasalang temirligi, kampligidan bo'ladi mana. Hop, resorlarimiz bo'ladi. Resorlarimiz 5 sloyli rossiyskiy qalin resorlardan bo'ladi. Bundan ham bor. Xohlasalang mana shariklarimiz. Shariklarimizni ochib ko'rsatamiz. Sharigimizda endi mana shariklarimiz zavodskiy yangi bo'ladi akalar. Xohlagan turlaridan bor. Xohlasalar mana 2 marta bukilganidan bo'ladi. 2 marta bukilgani ham bor, 1 marta bukilgani. Sredniy razmerlari bor. Zamoklarimiz bor akalar mana. 5lik Vammer bo'ladi. Bizda original bo'ladi. Xitoylar qo'yilmaydi akalar. Bu 750 kilogramlisi, 5 santimetrlisi. Bu 4 santimetrli, 750 kilogramli. Bundan tashqari mana ulogan ko'rsatib qo'yilgan akalar. Sharigimiz bo'ladi bu. Arzon chiqadi bu, xudo xolasa. Yana sizlarga ko'rsatib o'tiladigan narsalardan zamoklarimiz 1 tonna 600 ligi. Bu baquvvat usulniy variantda bo'ladi akalar. Krelolarimiz bor mana. Krelolar 13, 14, 12 razmerga bo'ladi bu. 15 ballonga ham tushadi, ozgina kichkinaroq turadi, lekin tegib qolmaydi. Oporniy kolesolar, shtikerlar, stop faralarimiz akalar. Stop faralarimizga keladigan bo'lsak, stop faralarimiz yangi bo'ladi. Har xil turdagi stop faralarimiz 115 ming so'mdan kampligi akalar. Xohlasalang rossiyskiy pritsepni zapchast desalar, rossiyskiy stop faralar bu ham bor akalar. Alichida. Undan tashqari atrajatorlar, misol yengil konstruksiyaga keladigan narsalar. Instrumentka, latkalar. Cobalt parkobimizda qo'li bo'ladi akalar bu. Cobalt parkobimizda qo'li. Yechiladigan zavodskiy rossiyskiy keladi akalar bu Rossiyadan. Zavodskiy qilib yig'ib chiroyli qilib sizlarning ko'ngildagidek qilib chiqarib beramiz akalar. Parkoblarimiz
Hozir bu yerda Nalichida hamma mashinaga bor. Tayyor bo'lgandan mana Nexia avtomashinasiga bu yerda tomoxa syomli bo'ladi akalar. Shteker plankasi, shtekerni beriladi ichida. Uстановкасы bilan rossiyskisi obunachilarimizga arzonroq qilib 1,50,000 so'mga uстановкасini qilib beramiz. Agar uстановка qilmayman desalar 950,000 so'm bo'ladi. Profillarimiz stenasi to'r bo'ladi akalar bizda. Listlarimiz 8 mm list. Zavodskoy farkobda u ikkala burchak bo'lmaydi. To'g'ri buni o'zi chiqqan bo'ladi akalar. Bizda O'zbekistonda bilasizlar 750 kg deb 750 kg bosishmaydi. 1 tonna 2 tonna ham bosib qolishi mumkin. Biz usulini qilib burchaklarni qo'yib beramiz. Xolasalang arzon budjetli variantlar ham bor. Bu Cobalt'ga 900 mingga uстановка bo'ladi akalar bu. Bizda o'zimiz chiqarib turgan Cobalt'ga 1,200,000 so'm bo'ladi. Mana akalar Lasetti'niki. Choklarni o'zlaring bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Buni xudo mana 3 sloy qilib kraskalab Lasetti avtomashinasi va Gentra avtomashinasiga tushadi bu. Buni shariga qani ustoz? Sharigi bu holatda bo'ladi. Orasiga tushadi buni shariga akalar. Qatadi. O'zimiz uстановкасini qilib beramiz kesalar. Bu budjetli variant. Buni ham so'mka qilib qo'yildi. Nalichida pritseplarimizdan akalar. Nalichida bormi deganlarga. Yomg'ir ham yog'yapti 3 kundan beri tinmasdan. Endi yoqqani yaxshi. Yaxshi. Akalar mana birinchida turgan pritsepimizning razmeri 1.40 ga 2.40. Yomg'ir yog'ib mana. Yomg'ir bo'lib ketgan pritseplarimiz ham suv. Stop faralarimiz mana. Ichkarida ko'rsatgan stop faralar bo'ladi. Yangi bo'ladi bu. Diod kuymaydi xudo xolasa. Anchaga xizmat qiladi. 2-3 yil sinmasa. Bortroshkalarimiz original bo'ladi. Bortlarimiz atsinkovka variantda akalar. Resorlarimiz mana. Zavodskoy traktorda pritsepning resori bo'ladi. Xudo xolasa 1,5 tonna, 1 tonna 700 yuk olaveradi akalar. Ramalarimiz Schwiller baquvvatli. Schwillerda qanaqa baquvvatligini o'zlaring bilasizlar, aytib o'tish keragi yo'q. Menimcha страховка uchun zanjirlari bo'ladi. Pritsepda elektromontaj tayyor bo'ladi akalar mana. Yelkalarimiz pritsepimiz oluvchining nomiga shot faktura bilan chiqadi. O'zi qaysi viloyatda o'chirib tursa, tuman yoki shahar mirolardan nomer texpasportlarini olib akalar. Savol bo'lyapti, nomer texpasportiga miroda qancha rasot qilaman deydi. Akalar, shu kunlarda mart oyi ichiga 1,600,000 dan chiqyapti miroda. Bu pritsepimiz razmeri 1.30 ga 2.30. Bu ham 1,5 tonna, 1 tonna 700 ga ko'taraveradi. Rossiyskiy mana baquvvat resorlarda bo'ladi. Amortizatorlarimizning holati yangi bo'ladi. Sparkda orqa amortizator bo'ladi akalar. Bizda dishlar sistemamiz bu ham. Mana bunisi ham. Keyin ichkaridagi mana ko'rib turibsizlar. Ikkinchidagisi ham 300 tenka bo'ladi akalar. Bu listlarimizning qalinligi 8 mm li baquvvat listdan bo'ladi. Tirshatka tortish uchun halqalarimiz bor. Pritsepimizning kraskasiga 3 yil garantiya beriladi akalar. Xudo xolasa choklarimizni baquvvat qilib, mana ko'rib turibsizlar. To'la avtomatda pishiriladi, metallda suv qochmaydi. Kelaverasizlar akalar, manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'ida 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 1763688 akalar. Balonlarimizni aytib o'tishdan chiqdi. Hozir uzr so'raymiz. Balonimiz 12 razmerda bo'ladi. Xohlasalar sizlarga 13, 14, 15 razmerda ham qo'yib beraveramiz. Zakasiga qarab akalar. Hozir budjetli variantda bo'ladi. Misol hamma yerda serob, O'zbekiston sharoitida 12 ta balon. 12 razmerdagi balon mana holatini ko'rsatib o'tamiz.
yangi bo'ladi akalar. Kelasizlar. Balon nimaga yoqmadi desalang 13 razmer, xohlasalang 14, xohlasalang 15 razmerda balonlarni qo'yib beramiz akalar. Kelishilgan holatda olib ketaverasizlar akalar. Ramazon oyi chegirmalarimizni e'lon qilganmiz. Sizlarda mashinalarida farkop yo'q bo'lsa, farkopini bonus tariqasida qo'yib beriladi. Undan pul olinmaydi. Uстановkasiga ham pritsepni ichida bo'ladi. Meni farkopim bor desalang, pritseplarning ustiga reshetka qo'yib beramiz. Bu bord o'zining holatida bo'ladi. Reshetka qo'yib beriladi. Standart. Menga reshetka kerak emas, lekin meni mashinamda farkopim bor desalang, xohlasalang dastavkasini pulini tekin qilib beriladi, xohlasalang pulidan tushib beramiz kesalang. Akalar, bo'lib to'lash variantiga yo'lga qo'yilganmizda. Oldindan 0% bilan 3 oy, 6 oy, 9 oy, 1 yilga 12 ta viloyatga sizlar yashab turgan tumanlaringda Hamroh kredit savdo do'konlaridan xarid qilasizlar akalar. Bizdan talab qilinadigan narsa oylik, boshqa narsa shart emas, pensioner ham shart emas. Oluvchining nomida plastik kartochka va pasport bo'lsa bo'ldi akalar. Chiqarib yuboramiz. Rasmga olib tashlasalar bo'ldi. Dastavkasi bilan farkoplarning uстановkasini hisob ichiga mana shtikerlari beriladi bizda original. Shtikerlargacha chiqarib yuboramiz akalar. Obuna bo'lib qo'yish desdan chiqarmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Ro'zalarni yaxshi yetkazinglar oxirigacha.